Agroishonchda bunday mahsulotlar borligini ko'pgina obunachilarimiz bilmas ekan. Ba'zi birlari bilan tanishtirib o'taman. Pulsatorimizdan boshlaymiz. Pulsatorimiz bu sut sog'ish apparatining miyasi hisoblanadi. Kollektorlarni ham xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Sut sog'ish apparatining gulish tili hamda vakuum metri. Eng asosiysi mana bu narsa, qo'limda turgan narsa. Bu vakuum hosili qilishi pasayib ketsa, ko'pchilik har xil joydan ayb qidiradi. Birinchi navbatda shu narsani, ya'ni ko'mirni yoki shotkasini tekshirish kerak. Shlanglarni tozalash uchun shotkalarimiz bor. Xo'p, keyingi navbatda sut sog'ish apparatini soskasi hisoblanadi. Keyingi navbatda esa shlanglar, katta kichkinasi hammasi bor. Bu sigirni yelimlarini davolashda ishlatiladi, ya'ni doralash uchun ishingizni osonlashtirib beradi. Aynan mana shu narsa bilan. Buzoqchalar uchun sut beradigan butilkalarimiz ham bor. 2,5 litr, 4 litr xohlasizmi, devorlarga qotirib qo'yadigan chelakchalarimiz ham bor. Bu sigirlar uchun suv ichadigan qurilma hisoblanadi. Bundan tashqari yana ko'plab mahsulotlarimiz bor. Agar sizga qaysi mahsulotimiz qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki kommentariyaga yozib qoldiring. Agroishonch sizning ishonchli tanlovingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiskani esdan chiqarmang.